Toshkentning markazida Toshkent City bo'ladigan bo'lsa, Toshkent City'ning markazida joylashgan Bellissimo'ni yangilangan filialini, mebellarni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Bellissimo'ning yangi filialiga kelganimizdan keyin bizani birinchi o'rinda kutib oladigan joy bu kassaviy zona. Kassaviy zonaga biz panellar qilib berganmiz. Bu yoqda eng zo'r narsa kirishingiz bilan bu siz tayyorlagan, siz zakaz qilgan pitssalar qanaqa tayyorlanayotganligini ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Ha bu yoqda keyin davom etadi kassaviy zona. Kassaviy zonada to'g'ri akrilli paneldan, akrilli toshdan qilib berilgan. Nimaga? Ko'pchilik bu yoqda общественный joylarda ko'p foydalanadi. Odamlar unaqa suyanib turadi. Shu paytlarda bu искусственный tosh bo'lgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'p yillar foydalanadi. Oyoq qo'ygan joylarini kafel qilib yuborilgan. Kassa zonamizdan keyin bu yoqda mijozlarning qutisi zonasi. Bu ham zo'r konsepsiya bo'lgan. Odamlar kutayotganda ko'pchilik turib kutadi va charchab qolishi mumkin va toliqib qolishi mumkin. Shuning uchun bu yoqni ikki qo'yib, suyanib turganingizda xohlaganicha o'zingiz ergonomika, odam ergonomikasiga moslashgan mehkilar qo'yilgan. Xuddi o'tirganda turib kutishingiz mumkin va kutayotgan paytingizda ham charchamaysizlar. Ikkinchi kirganimizdan keyin bu yoqda metal перегородкаlar qilib berganmiz, metallический. Keyin kiruvchi yon tarafimizda bizda barli stol joylashgan. Barli stollar metal karkasdan qilingan va tashqariga Toshkent City'ni chiroyli atmosferasiga qarab turib, bemalol bu yerda pitssalar va ovqatlanishingiz mumkin bo'ladi. Parachkalar uchun mana shu zo'r joy bo'lsa kerak. Keyin davom etamiz. Bu yoqda biz o'tirish uchun 4 kishilik joylarni qilib berganmiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ustida LMDF, chetlari qizil kronkalar, brend bookga yarashgan kronkalar foydalanilgan. Keyin bu yerda surilib ketmasligi uchun yerga, kafelga qotirib qo'yilgan. Bu KFC, McDonald'slarning konsepsiyasida qilingan. Va bu yoqda o'tirgan bo'lsangiz, ko'rayotgan bo'lsangiz, oddiy koja emas, avtokoja ishlatilgan. Avtomobillar chexoliga, sidenasiga ishlatiladigan kojadan ishlatilgan. Chunki buni har bitta materialni общественный joylarga ishqalanish sikliga qarab olishni tavsiya qilaman. Chunki bu yerda juda ko'p yillar foydalanish mumkin. 100 ming, 150 ming siklgacha bu o'zini xususiyatini yo'qotmaydi va sizga uzoq muddat davomida mebellaringiz yoki shu fast foodingizni mebellari ko'rinishi o'zgarmasdan turadi. Keyingi zonamiz avval stolli zonamiz. Bu yarim doira shaklida qilingan. Qolgan mebellarni hammasini LMDF dan qilgan bo'ladigan bo'lsa, bu mebellar shpondan qilganmiz. Sabab avvalni gnuti bo'lgani uchun dizayn bilan birga bir chiqishi uchun xuddi shunaqa shpon mahsulotdan bukma holatda qilganmiz. Juda murakkab. Lekin bu asosiy bu yoni o'rta markazida joylashganligi uchun dizaynni ochib turibdi bu. Bu zonani ko'proq foto zona sifatida foydalanishadi. Ko'pchilik mashhur insonlar kelganda shu yerga o'tirib har xil kontentlarini, o'zini chiroyli videolarini olish bilan shug'ullanishadi. Hamma fast foodlarda eng muammoli joylardan bittasi bu sanuzul zona bo'ladi. Sabab общественный joy bo'lishi uchun juda ko'p odamlar kirib chiqqanligi uchun eshiklari mustahkam bo'lishi kerak bo'ladi va ishib ketishi mumkin. Suvga chidamli bo'lishi kerak. Shuning uchun biz bu zonaga ham alohida e'tibor berganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, devorda stenovoy panellar va bu bilan bir xil rangda eshik qilganmiz. Sanuzulga kirishimiz mumkin. Bu yerda ham bu eshikdan kirganimizda bizda ikkita hojatxona ko'rinadi, женский, мужской va keyin qo'l yuvish zonasi. Bu yerda ham xuddi shunaqa akriloviy toshlardan qilganmiz. Odamning qo'lida sensorda yuvib, bemalol bu yerda mana qog'ozini olib, qo'lini artib, bu yoqqa teshik qilganmiz. Mana bu narsani tashlab olish uchun qulay bo'ladi. Bu yerda eshik ochganida bu yerda chelak bo'ladi. Chelakni olib almashtirish imkoniyati bo'ladi. Tortmada har xil kerak, o'ziga kerak bo'lgan sanuzul jidkiylarni solib qo'yishadi. Kirishda chap tarafda yana o'tirish zonamiz bor. Buni chetida birinchi kashpo qilingan. Kashpo bu искусственный gullar, chiroyli vid beradi. Bu yoq ham rasmga tushish uchun juda qulay joy qilingan. Va bu yerda ham xuddi shunaqa 2 kishilik, 1 kishilik, 4 kishilik stol joylari qilingan. Bu yerda ham mana xuddi shunaqa avtokojadan mehkilar bilan har xil o'zini brend book rangi bilan biriga bir qilib berganmiz. Bu yoqda перегородкamiz bor, metallический перегородка, o'rtasiga stiklo qilganmiz. Sabab bu sinib ketsa, qolgan mijozlarga xalaqit bermasligi uchun, ularni shikast yetkazmasligi uchun bu yoqqa o'zi oyna tizida berilgan, biz stiklo qilib ketilganmiz. Bu yog'iga O'zbekiston brend bookini nakleykalar yopishtirib. Bu yoqlarga laminat qilganmiz. Orasiga metal va ramka qilib laminat qilingan. Bu yoqda ham xuddi shunaqa 4 kishilik zonalar, bu yoqda 2 kishilik zonalar, 2 kishilik zonalarning orasida metallический перегородкаlar qilganmiz. Sabab ikkita mijoz bir-biri bilan o'tirayotgan paytda bir-biriga xalaqit bermasligi, ko'zi tushmasligi uchun bitta dizayn yechim qilingan bu yoqqa. Bu narsa patolog bilan yerga qotirib qo'yilgan metal karkasdan qilingan. Bu yerda ham stollarimiz ham xuddi shunaqa laminatdan qilingan, chetlari
plastmassaviy PVH kromkadan qilingan. Bu koridordan davom etayotganimizda bu yerda bitta kolonna keladi. Kolonnadan ham unumli foydalangan holatda chetlarini obshivka qilganmiz. Obshivkalarning chetiga alyumin profil qo'yilgan. Sabab bu общественный joy bo'lgani uchun har qanaqa urilib ketishi mumkin, mebel ko'chishi mumkin, pacha bo'lib qolishi mumkin. Shu holatlarni stuli teganda bir-biri bilan o'sha shikast yetmasligi uchun, uzoq muddat xizmat qilishi uchun xuddi shunaqa ham bu dizayn tarafdan chiroyli yechim va bu urinmaydi, hech qanaqa qilmaydigan variant bo'lgan va keyin o'rtasiga musorniy yashik. Bu musorniy yashikka ham nержавейкаdan, пищевой нержавейкаdan yasalgan. Bu yerda mana cheleklari bor, chelekni olib turib bemalol zapravka qilish imkoniyati bor. Bu yerdan musorniy patnosda kelgan musorlarni mijozlar, tozalikni yaxshi ko'radigan mijozlar bu yacheykadan foydalanadi va bu narsa ham ustiga rahmat deb mijozga rahmat tariqasida nержавейкani lazerda o'yib ham yozib qo'yilgan. Keyingi zonamiz musor yashikdan keyingi o'tirish zonasidan keyin obshivka bilan olib kelganmiz va bu yerda ham xuddi shunaqa kolonnani o'rtasiga shkaf qo'yilgan mebeldan. Bu yerda ham har xil o'zingizga kerak bo'lgan salfetkalar yoki boshqa kerak bo'lgan narsalar ishlatiladi. Bu yerda ham kolonna bor edi, kolonnani obshivka bilan bitta qilib, skriti qilib ulab yuborilgan. Bu yerda personal uchun eshik qilingan, ichkarida xodimlar kirib chiqishi uchun va bu yerda oshxonani shaffofligini ko'rib turish uchun, tozaligini ko'rib turish uchun bu yerda eshik qo'yilgan. O'zingizni brend bukligisini, sertsasini shaklida obklad qilib berganmiz va bu yoq ham chiroyli yechim bo'lgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa metallический перегородкаlar bir-biriga o'tirayotgan odamga xalaqit bermasligi uchun. Bu yerda sal boshqacharoq zona bo'lgan. Bu chekkaroq bo'lgani uchun bu yerda taburetkaga o'xshagan shaklda qilingan, asosan yoshlar uchun va orqasi tarafida metallический listdan panel qilganmiz, to'rtburchak shaklida. Uni skriti samarezlar bilan qotirib, xuddi shu holatda panelni birga-bir render holatidan birga-bir chiqarib berganmiz. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hamma fast food, McDonald's, KFC va Bellissimo shunga o'xshagan sitioy kompaniyalarda hammasida mebellari yerga qotiriladi, sabab tartib uchun, mijozlar bir-biriga xalaqit bermasligi uchun va bir tekisda partalari anaqalar turish uchun yerga qotirib qo'yiladi samarezda. Mana buni ham rangi taburetka bilan bir xil bo'lgan. Agar sizda ham restoran, kafeyingizga shunga o'xshagan mebel yechimli kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki havolaga to'ldiring, biz sizga aloqaga chiqamiz. Brauf mebel sizni mebellaringizni podключ holatida ishonchli hamkor sifatida yasab berishga doim tayyor. Brauf mebel ishonchli hamkor.